Her kuni o'zimizga deydigan so'zlar. O'zimizni kuchlantirish va isloh qilish uchun tövandagi so'zlarni har kuni o'zimizga qayta ta'kidlab, ularni mingimizga o'rnatishimiz va qalbimizdan barliq zaharli uchurlarni, tushunchalarni tozalashimiz kerak. Men o'zimni yaxshi ko'raman, oilamni yaxshi ko'raman va hayotni yaxshi ko'raman. Yaratquchi meni aqlli, chiroyli, sog'lom va oqko'ngil qilib yaratgan. Ata-onam meni yaramliq va vafodor bo'lsin deb cho'ng qilgan. Men bu dunyoga yaxshilik va izgulik barpo qilg'ili kelgan. Men cho'qim utuq qozinaman. Men cho'qim o'zim yaxshi ko'rgan ishlarda natija qozinaman. Men aktiv, ijobiy va ilhomli kishilar bilan do'st bo'laman. Kishilarga samimiy va durust muomala qilaman. Meni qayg'uga soladigan, tushkunlashtiradigan, ruhimni buzadigan kishilar va ishlardan neri turaman. O'zi va xalqi uchun olg'a ilg'ilmaydigan kishilardan neri turaman. Men cho'qim doim kitob o'qiyman. Aqlimni va iqtidorimni o'stiraman. Men cho'qim tirishib ishlayman. O'zim va oilamni qamdash uchun yetarli pul topaman. Men bu dunyoga umidvor, jangovar yashag'ili kelgan. Men tushkun emas. Men cho'qim xalqim uchun, oilam uchun yaramliq va kuchli inson bo'laman.